quyosh paneli, boyagi konditsioner, boyagi nima deydi, ba'zilari nima deydi, aristonlarni ishlatayotgan quvvati necha quvvat bilasizlarmi? Elektrisitet bilish kerak. Bu savol elektrisitetga taalluqli. Sizlarga eng arzoni, eng qimmati necha pul? Endi foizi qancha? Mana bizda 5 yilga 20%dan Markaziy bankning qayta moliya stavkasi 6% beriladi. 19,5% ko'tarsa bizga tushadi. 6 oyga bilan 50 milliongacha kafillik bilan 50 milliondan oshsa garant oladi. U scoring qilinadi avtomatik tarzda. Böyle insan anlaşmaydı. Sizde MPS bazanızdan tushgan bir foiz jamg'armasi bor, shuni ko'radi. 2024 birinchi yildan boshlab Markaziy bank bor, 2% to'ladi. Tarzikni hisob qiladi. Sizda aytaylik 2 million oylik 2 million kirdingiz bo'lsa sizga tarzda qilmaydi. Hamma tomon hisob qilib, bu scoring beradi. Scoring asosida Pensiyalarga mumkin emas. pensiyalarga yo'q. Bozorda ham savolimiz, siz savolingizni yana qo'shimcha qilamiz. Marhamat. Sizda bitta savol bo'layapti, plastik emas, maqbulda ish haqini olsak deymiz. Chunki bizni ishchi xodimlar ayrim do'konlarda terminal yo'q, maqbul belgisi, shu masalada amaliy yordam berishlarini so'raymiz. Rahmat. Endi buni belgilangan tartibda o'sha bozorda hisoblangan bizlarda Bulung'ur Oqtepa dehqon bozori, Oqtepa mol bozori. Qanday hisoblanganingizda narxi bunga chek orqali olishingiz mumkin. Bunda hech qanday e'tirozimiz yo'q. Masalan, agar chekingiz bo'lmasa o'zingizda, masalan, bemalol belgilangan o'sha tartib asosida kichik biznes bo'limi xodimlari tomonidan o'sha chekni to'ldirishda amalga yordamlashib, kassada bemalol mablag' olish ketkaziladi. Bunga qarshiliklar ham yo'q, e'tirozimiz ham yo'q. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Oilaviy kredit oldim, uni yopishimdan biznes qilmoqchiman, kredit oldim. Yana biznes qilmoqchisiz, sizga yana kredit kerak, shundaymi? Siz qaysi mahalladansiz? Ochratimda o'zimga. Elobod mahallasi. Elobod mahallasi, Elobod mahallasi как раз bizlarda o'sha biriktirilgan hudud. Bu bo'yicha agar siz o'z biznesingizni boshlamoqchi bo'lib, yangi bir g'oya, yangi bir takliflarni bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda bizlarda Xalq banki tomonidan 12 million so'mgacha kredit mablag'ini haqiqatdan yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlarga ajratamiz. Buni shartlari bor, shartlari o'sha kafillik asosida 2 yil muddatga 3 oylik imtiyoz bilan 22%, 12 million so'mgacha kredit olayotgan fuqaroni plastik kartasiga tashlab beramiz. Agar siz o'sha talablarga javob beradigan bo'lsangiz, o'sha kafilligingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha kredit tarifingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sizga kredit ajratishda bemalol amalga yordam beradi, yigitlarimiz masala yo'q. Kelishdikmi? Yana